Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 7-iyun sanasi, yoz 1-oyi. Dolby tarvuzlarimizni qolganlarini sotyapmiz. Bu yoqdagilarni sotib bo'ldik. Bu yoqdan sotyapmiz yana. Bu yoqda karistan va yana boshqa navli tarvuzlarimiz bor. Bu tarvuzlarimiz barg bilan uzilyapti. Vodiyga ketadi. Tarvuzlarimiz mana vodiyga ketyapti, lekin vodiyga men qarshilik Begzod degan oshnamiz, og'aynimiz o'zlari olyaptilar. Kelishgan holda men bilan tarvuzni dumli qilib o'sha barg bilan uzilgan. Nima uchun barg bilan uzilyapti shu yoqda aytib o'tasizmi Begzod aka? Assalomu alaykum. Barg bilan uzishning sababi vodiylik xalqi yangi deb turar ekan, yangi sviji uzilgan, yangi tayyor bo'lgan deb o'ylab shuni xohlayapti. Hammani bir reklama bo'lib turadi, barg bilan ko'mik tursa, bir vidlari bor. Reklama hisobida ishlaykan. Shunga barglar uzdiryapmiz. Necha kilo aylanadi deb taxmin qilyapsiz? Aylanishimi? O'rtacha, endi katta kichikligiga qarab har xil tarvuz bor, kattasi ham bor, 10 kilodan oshiqlari bor, 10 kilodan pastlari bor. 8,5-9 atrofida aylanadi deb o'ylayapman. Biz nomimiz ishgan o'zimizda. Vodiy kerak bor Aziz aka? Oltariq bozorini aytib qo'ysangiz, o'shanga reklama ham bo'ladi tarvuzchilar borguncha. Vodiydan ham kuzatayotgan obunachilarimiz bor. Oltariqlar mana sizlar mana shu tarvuz jo'natyapmiz. Rozi bo'lasizlar. Lekin juda zo'r, xudo xolasa. Mashina nomerini ko'rib olinglar. Ishkanlik ancha ortiq. 8 Oltariqlik Umidjon, Baxtiyor aka blogerlarga qarab aytib qo'ying-da. Umid akani taniysizmi? Umid aka kelaman degandilar ham sekin. Lekin hozircha aloqaga chiqmadilar. Bu videoni ko'rib, Umid akani tashlab. Olayga yurishga pasni kattadan qo'yingda. Kattasi. Ha. Ikkita ana ondan o'qib ketasan. 50. Mana bular. Ha. Pasga oling. Umid aka mana Oltariqqa ketayotgan ekan bu tarvuzlar. Bir kadar, bir kayna, bir kadar. Boş, oyna. Bir boş, boş. Olleke tiysin de, Begzod. Olleke sanki erken çocuğu. Ana şimdi. Ne olmadı? Bir kadar koy. Tekst. O bir ha, hatta zaman verin şimdi. Bir kadar koyun. Tekst daha şuraya koyayım. İşaret çeker koyayım. Ya o kino ta halık mı gitti sen? Sen de şu çarçar. Ha arkaya bunu arkasına koyuşun girip sen. Aşağıya mı? Ya sen arkaya u bala sen arkaya ver. Hey diyor diyor. Çukur yok. Sen de biliyorsun valla. Sen çıkarsın tipi. Çık git tipten. Sen mi? Çık sana. 700 tane. Yani 150 çıkar. Harbi. İyi kelime. İyi kelime. Yazdı bu ikili. Ha, ikiyle onu oldu karşılıksız da. Üçüncü maçta canavar. Tamam rapat ya o mu? Sana teşekkür. Az kilarına. İlk kez olasam. Kondra. Kettiler. İlk kez olasam mı diyeyim? Ot. Tepe ot. Ha? Hiç tane mi? So'rab qol.
vodiygacha yetib qo'ylakan. Nafas kaçtı. Navaqanga tushib qoladi. Olmasam. Sekin yur. Koy koşuna verin. Çarşaştı mı? Burdalar oyatma. Yo'q, faqat tarvuz olyapman. Hech kimni nimasi yuzi cho'tgan. Bo'ldi. Meni yuzim tushaversa. Hozir orta deysan. 15 ta qo'y. Tug'ilgan kunimga achinib qolasiz. 4 kundan keyin. Odamlarga yordam qilib qo'ygan.